Assalamu alaikum. Vaqt to'shdi balla dersini boshlab beraylik. Bugungi leksiyada biz shu Tor bekat loyihasi, app loyihasida davomli anglab turadigan oldi spa va oq spa degan shu uqumni to'g'riliq to'xtalamiz. Programma loyihalash kasbiga yangi kirganlar shu o'zining o'rganmoqchi bo'lgan sohasini avval bekitib olishi zarur. Bu cho'ng jihatdan programmachilik sohasi shu oldi spa programmachiligi, oq programmachiligi va to'liq spa programmachiligi deb 3 turga bo'lindi. Hem de bu oldi spa, oq spa degan qandaq ayrılgan uqum desanglar. Suratga qarasanglar, bu suratning ichida tor ko'gich bilan mulozimatar sandan degan 3 narsa bor. Bu 3 narsaning ichida tor ko'gich ayrib etilgan qolgan ikkisidan. Yani tor ko'gich bir tor bekat desak, tor ko'gich. Agar app desak, appning bizga ko'rinadigan qismi oldi spa bo'ladi. Ondan qolgan mulozimatar programmalar va sondan o'z ichiga olgan bu iqtidorlarni bu oq spa orqali amalga oshiramiz. Bu bir appga nisbatan tor ko'gichning o'rnida appning o'zi bo'ladi. Agar tor bekat bo'lsa, tor bekatda shu tor ko'gich oldi spa tarafda tor ko'gich bo'ladi. Buni shunday tushunsanlar bo'ldi. Hamda mulozimatar degan nima desanglar? Mulozimatar deganimiz shu tordagi uchurlarni bizning tor ko'gichimizga va yoki appga ta'minlab beradigan shu tor ulag'liq bir kompyuter bu mulozimatar deganimiz. Hamda buning ichida sonliq ma'lumotlar bo'ladi. Sonliq ma'lumotlarning o'zi sondanda bo'ladi. Masalan, biz bir tor bekat desak, tor bekatning ichidagi mazmunlar, rasmlar, videolar degandek uchurlarning hammasi sondanda saqlanadi. U sondan mulozimatarning ishida bu mulozimatar bu sondanni ziyorat qilib, sondandagi uchurlarni tor ko'gichga yetkazib beradi. Shuning bilan biz uning mazmunini ko'ra olamiz. Oddiy bir misol, bir kino ko'radigan tor bekatga kirdik deylik. Tor ko'gichni ochdik. Kinoning tizimligidan bir kinoni tanladik. Tanlagan vaqtimizda bu bizning tanlaganlik uchurimiz avval mulozimatarga keldi. Mulozimatarga kelgandan keyin mulozimatar tarafda bu bir izlash mashg'uloti orqali bizning izlamoqchi bo'lgan kinorimizni sondandan tanlab oladi. Olgandan keyin buni tor ko'gichga uchurlarni yo'llab berdi. Yo'llagandan keyin ondan biz tor ko'gichda, ya'ni oldi spa'da bu filmlarni ko'ra olamiz. Shunga oddiy tushundirsak, oldi spa bu tor texnikasida bizga ko'rinadigan taraf, oq spa bizga ko'rinmaydigan taraf deb tushunib olsanglar bo'ldi. Hamda oldi spa bilan oq spaninki farqini bilib olgandan keyin biz oldi spada qo'llanadigan texnikalarni bir tanishtirib o'taylik. Oldi spada qo'llanadigan texnikalar bizning hozir dars ta'sis qilgan eng oddiy HTML, CSS, JavaScript degandek oddiy programma tuzish qo'l yozma tillari va yoki programma tillari, CSS unumlari qatorliqlar bilan bu tor bekatningki asosini shakllantirib bo'ldi. Undan boshqa
Bularning mushundaq HTML, CSS, JavaScript degandek narsalarniki mushunda texnikalarning birlashmasidan shakllangan yana jihozlar bor. İngilizce framework deydi buni. Frameworkni Uyg'urcha jihoz deb tushunsanlar bo'ldi. Jihoz deganimiz mushu program tuzash tillari va boshqa kodlarniki qulay shaklda foydalanish uchun birlashtirib hazırlangan aşna tayyor texnikalarning to'plami. Shunga normalda framework Node.js, React deganlar, jQuery deganlar, Bootstrap deganlar bu framework, ya'ni jihoz deb tushunsanlar bo'ldi. Bu texnikalar HTML qatorliq, JavaScript degandek mau biz birma-bir kodini yozdigan andaq tuvan darajalik texnikalarga qaragan chaqda az kod bilan biz az kuch sarf qilish bilan ko'p ishlarni qilib bo'ladigan shundaq qurollar bu jihozlar degan shunaq tushunsanlar bo'ldi. Hamda bu turmushdagi oddiy bir misol bilan tushundirsam, masalan HTML, CSS, JavaScript deganni xuddi sizlar o'zinglar Sopun paraşuki, das, so, bu narsalar qo'lingizda kir yuydigan ashna bir jarayon desanglar, frameworkdan qo'llanish xuddi kir yuvish mashinasini qo'llanganga o'xshaydi. Framework faqat ishiltish usulini bilib olsanglar, o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ishni tez suratda oddiy mashg'ulotlar bilan amalga oshira olasizlar. Endi o'ng tarafga qarasanglar, o'ng tarafda HTML hozir bizning darslarimizda o'tilib o'tadi. Bu tor bekat texnikasining asosi. Endi CSS deganimiz CSS tor bekatga unumini chiqaradigan bu kodlar to'plami. Oddiy tushunsanlar, masalan bir HTML degan bir o'yinning qurilmasini to'g'izdigan, tor bekat degani bir o'yga o'xshatsanlar, HTML o'yinning qurilmasini to'g'izdi. CSS bu o'yinninki sirlari, pardalari degandek har xil bezaklar bu narsalar CSS ning vositasi bilan o'tirib chiqadi. Endi JavaScript degan tor bekatning yuzidagi bu harakatchan elementlar va yoki takror qo'llanadigan narsalarni har xil hodisalarga taqobil turishi, hodisalar deganlar masalan ko'nikib bosilsa, tekst kirgizilsa, tekst yo'llansa degandek shunday hodisalarni bir taraf qilishda JavaScript qo'llaniladi. Endi Bootstrap, jQuery deganlar JavaScriptni tuzilgan jihoz yoki framework jQuery deganimiz. Bootstrap deganimiz bizningki tor bekatning unumlarini tor bekat yuzidagi shu unumlarni qulay shaklda bir taraf qilish uchun o'tirib chiqilgan bu jihoz deb tushunsanlar bo'ldi, framework. Endi Bootstrap orqali bir tor bekatni masalan har xil uskunalarga moslashtirish, har xil uskuna deganimiz tor bekatni kompyuterda ham ko'rishimiz mumkin, telefonda ham ko'rishimiz mumkin. Bundan boshqa hozir televizorlarga to'g'ri chiqariladigan vallahi bor televizorlarda ziyorat qilishimiz mumkin. Unda bo'lgan har xil cho'nliqdagi ekranlarda bu tor bekat izlaydigan tor bekatninki shuningga moslashib chiqishini bir taraf qiladigan ishlarni o'sha Bootstrap orqali amalga oshiradi. Ammo JSON deganimiz biz app yasagan vaqtimizda A qismidagi narsalarni old qismiga yetkazishda o'sha JSON texnikasini qo'llanamiz.
Endi ma AngularJS degan bu bir framework yoki uyg'urchasi jihoz deb tushunsanlar bo'ldi. AngularJS degan shu Google'ningki ta'minlagan bir JavaScript asosida tuzilgan frameworkning ismi bu. Demak, old uspada qo'llanadigan texnikalar mushular. Bu texnikamda o'rganishning qadam bosqichlari eng dastlab HTML, CSS, JavaScript degandek oddiy programma tuzish tillarini va yoki kodlar to'plamini o'rganamiz. Andan keyin shular asosida boshqa texnikalar va yoki jihozlarni o'rganish orqali biz o'zimizning qilmoqchi bo'lgan ishimizni texnik tez suratda, texnik qulay shaklda qiladigan holatga yetamiz. Bu old uspada qo'llanadigan texnikalar haqida qisqagina tanishtirish. Hamda mana bu suratda old uspada qo'llanadigan eng yaxshi bo'lgan 5 jihoz yoki frameworkni tuzib qo'yapti. Buning ichida soldan o'ngga Vue.js, AngularJS, React.js, Ionic, Backbone.js degandek. Ko'pincha qarasanglar JS hammasi JavaScript asosi borliq degan narsa. Ya'ni kodini shu JavaScript orqali yoziladi frameworkning ko'pinchasiniki. Hamda bularning hammasi mush to'rt taraf, ya'ni sizlarga ko'rinadigan tarafningki programma tuzish bosqichlarini tamomlash uchun ishlatiladigan qurollar bular. Yani shunga mana bu bir programmachi eng avval o'zininki qiziqish asosida mana bu old uspa programmachisi bo'lamdi va yoki oq uspa programmachisi bo'lamdi. U narsani bir tanlab olgandan keyin ondan shu o'zining tanlagan sohasining ichida eng yangi texnika qaysi? Eng qulay texnika, eng umumlashgan texnika qaysi degandek narsani mana qaralik tekshirib shuni bilan tanishib tursa, ishi qulaylashadi. Masalan, bir mashina tilga olayli. Mashinalar hozirgi masalan Tesla'lar chiqdi, avtomatik o'zi shofersiz haydaydigan aqliy iqtidorli mashinalar. Bu mashina chiqqan vaqtda biz ham avtomatik kodli mashinadan aqliy iqtidorli mashina degan shu davrga kirib bo'ldik hozirning o'zida. Endi bu vaqtning o'zida qo'l kod bilan haydaydigan u mashinani haydash, endi avtomatik kodli mashina va yoki Tesla'dagi aqliy iqtidorli mashinani haydashga qaragan chog'da tez bo'ladi. Yani onun bexatarlik ko'rsatkichi va yoki boshqa jihatlarimi ma yangi chiqqan mashina texnikalaridan tuvan turishi mumkin u narsalar. Shunga texnika qanchaki yangi bo'lsa, u burunqi texnikalar asosida mukammallashgan bo'ladi. Bizga yaratgan qulayliklar shuncha ko'p bo'ladi. Bizning o'rganish davrimiz texnik qisqa bo'lishi mumkin. Qisqa vaqt ichida yuqori o'lim yarata olishimiz mumkin. Shuning uchun bu programmachilik sohasiga kirgan har bir kishi jazman bu sohadagi yangiliklar bilan qaraldik tanishib turish kerak. Bu texnika tez yangilanadi programmachilik sohasidagi texnikalar. Kon texnikalarga eslayib qo'yib qolsak, bir necha yildan keyin bizningki qila oladigan ishlarimiz jamiyatning ehtiyojidan qoladi. Yani bu ihtiyacına maslaşamagan keyin biz shalinib ketdik ish chiqadi. Shunga to'xtamay o'zimizni yangilashimizga to'g'ri keldi. Endi Oxfordda qo'llanilgan texnikalarni bir ko'rib boqayli. Oxfordda qo'llanilgan texnikalar biz ko'pincha bolalar bizning topda Java o'rganib boqqan bolalar ko'proq ekan. Java asosan shu Oxford uchun qo'llanilgan program tillaridan biri. Javadan boshqa PHP bizning Turkiya tarafida bakrak umumlashgan til Oxford qo'llanilgan. Yana birisi C#
C Sharp degan bu tilmi Turkiyada xeyli keng qo'llanildi. Microsoft'ninki Visual Studio degan qurolda üstel yüzü programmaları, üstel yüzü programması deganimiz kompüterning o'zi ijro qilgan programmalar va yoki tor bekatlarni loyihaga bo'ldi. Shu loyiha jarayonida shu C Sharp degan til qo'llanildi. Undan boshqa bu oldi supida xuddi JavaScript degandek program tuzish tillari, qo'lyozma tillari qo'llanilgandek, A qismida program tuzish tillari qo'llanildi, program tuzish tillari. Program tuzish tillari qo'llanilgandan boshqa yana oldi supida qo'llanilgandek, A qismida ham ba'zi frameworklar, ya'ni jihozlar qo'llanildi. Ama yaqarsanglar Django, Rails deganlar A qismida ishlatilgan jihozlar yoki frameworklar. Nima tillarga bir qarab baxsanglar, Ruby deb til bor, Python bor. Pythonda shu A qismi programmalarni yozg'ili bo'ldi. Bu biz ilgirki programma tuzish tillari haqida tushunch bergan leksiyalarimizda va yoki shu darslarimizda Python to'g'ri xeyli ko'p to'xtaldik. Python bugungi kunda aqliy iqtidorliq sun'iy aql mashina odam degandek shunday ilg'or texnikalarga programma tuzishga ishlatilgan til. Shuning bilan birga bu tor bekatniki A qismi keng qo'llanildi. Ondan boshqa PHP amayatni deganimdek bu Turkiyada xeyli keng qo'llanildi PHP. A qismi texnikasi uchun. Java'ni so'zlab o'tdik, C Sharp'ni so'zlab o'tdik. Endi bu aslidagilari Laravel deganimiz PHP tilini asos qilgan bu bir jihoz, ya'ni framework. Ammo Node.js deganimiz JavaScriptni asos qilgan, bu A qismida qo'llanilgan framework. Django deganimiz Pythonni asos qilgan framework. Demek oldi supa ve A qismida program tuzish tillari shundaqla shundaq jihozlar yoki frameworklar qo'llanish bilan biz o'zimizning maqsadlarimizni amalga oshira olamiz. Diqqat qilgan bo'lsanglar, mayli oldi supa bo'lsin, mayli A qismi bo'lsin, ikkilisida JS qarasanglar xeyli keng uchraydi, ya'ni JavaScript bilan hem oldi supaga hem A qismiga programma yozg'ili bo'ladi. Shunga universal bir til bilan ham uning o'zidan chiqaman deganga mos keladigan narsa shu JavaScript. Endi boshqa sohalarga bayotim men degandek sun'iy aql mashina o'rganishi deb qo'yamiz, machine learning deb ML deydi hozir. Bundan boshqa big data degandek yangi texnikalarda Python keng qo'llanildi. Python shuning bilan birga A qismida qo'llanildi. Shunga bu programma tuzish tillarininki qo'llanish doirasini bilgandan keyin tilni qo'llansam bunda ishni qila oladi ekanman deb, anandan keyin uni o'rganishga tushsanglar, o'zinglar nishoninglar aniq bo'lsa, bir narsani o'rganishga bo'lgan qiziqliqinglarni kuchli bo'ladi. Agar bir narsani o'rgangan vaqtingizda nima ishlatishni bilmasanglar, u sizlarga bir turtki bo'lgan qiziqlik kam bo'lib qoldi. Shunga bu narsa bilan tanishib olgan yaxshi. Endi oldi supa bilan A qismi qo'llanilgan tillar, qo'lyozma tillari, framework, ya'ni jihozlarni bir tanishtirdik. Bundan boshqa endi A qismida bayotin biz sonliq ma'lumotlarni saqlashda sondan qo'llanildi dedik. Sondanda ishlatilgan o sondan sıfırlarımı ko'p bu sıfırlardan asosli bu Microsoft şirketininki SQL Server bu Windows mulozimlarida kengari qo'llanildi.
Ondan başka PostgreSQL, MySQL, Oracle degan mobek danlıq. Ondan Amazon'ninki sallıq, ama şu sallıq məlumatını saqlap turadigan SQL'lar var. Google'ның Firebase degandek shundaq SQL'lar var. MariaDB degandek bu sandan SQL'lar var. Aslı qarasanglar Amazon'ның RDS. Bu Amazon'dan danlıq SQL nurgun mulazimetini təminleydi. Bu sandan ma'lum bir sandanninki meşgulatını, addi meşgulatlarını öğrensanglar, sandanninki asaslık izleş tilleri SQL dep koyumuz. Köpünçe sandallık kollanılgan SQL'nin grammatiksi oxşup ketidi. Şu ma'lum bir sandanın doğrusunda bir tushunchga ega bo'lsanglar, işletiş sandanning ishidagi uchurlarni qanday izlayma, sandanga bir narsani qanday qistirma, ishidagi uchurlarni qanday tuzitma yoki qanday o'chirma degandek narsalar. Asosli sandan mashg'uloti shu 4 turlik bo'ladi. Ya'ni uchur tug'ish, tuzitish, o'chirish va qistirish degandek. Bu sandan mashg'ulotlari ma'lum bir sandan supsida uni o'rgansanglar, ikkinchi bir sandan supsiga ko'chgandan keyin nayta az farq bilan buni moslashib ketgili bo'ldi. Farq pek cho'ng emas. Endi sandanni qaysi sandanni tanlash degandek narsalar sizlar ko'pincha mulozimatlar yoki hosting deb qo'yamiz. Torbek kanalini yoki appninki AUX-supsini AUX-supa uchun o'zinglar ijara olgan ash bo'shliqlar qaysi sandanni qo'llansa, shu sandanning texnikasini qo'llanishga to'g'ri keladi. Lekin bayatim biz sizlarga tushuntirib o'tgan jihozlar, ya'ni frameworklar sandan mashg'uloti degan narsani o'zi avtomatik amalga oshirib turadigan bo'lg'achqa, uning bir tangshaklarini o'zinglar tangshab qo'ysanglar, qolgan sandanninki ko'pincha mashg'ulotlar uningda o'zi avtomatik sizlarga tamamlab beradi o ishni. Shuning uchun framework qo'llangan vaqtda sandan bilan bevosita mashg'ulot qiladigan ishlar bu avvalchiliklar oziydi. Lekin PHP, Java degandek undaq tillar bilan sandan mashg'uloti AUX-supa programmasini tuzsanglar, u vaqtda sandan bilan bevosita bir mashg'ulot qiladigan shundaq bir ishlar duch kelasizlar. Undaq sharoitda sandan to'g'riliq mashg'ulot bilimlari lozim bo'ladi. Endi o'sha sandan to'g'riliq bo'shlik bilib olsanglar bo'ldi. Biz bayatin AUX-supa deganda torbekatninki AUX-supaga qo'llanilgan texnikalarni biroq tushuntirib o'tdik. Endi Yanfon app texnikalarida bu AUX-supada bugungi kunimizda keng qo'llanayotgan ikkinchi bir narsa applar. Tor ko'rgishdan boshqa o'sha applar AUX-supada keng qo'llaniladi. Endi app texnikasida keng qo'llanadigan tillar qaysi tillar ishlatiladi desanglar, buningda Python appga moslashtirish uchun birinchi bir qancha jihoz, ya'ni frameworklar bor. Masalan, Qt degan bir framework. Bundan başqa Kiwi degan bir framework var. Şu frameworkni ishlatish orqali Pythonni app yasaydigan ishga ishlatgili bo'ldi. Ondan Java'ninki Java texnikasi, mesela Android programı tuzma desanglar, Android Studio'da Java'ni bevosita ishlatgili bo'ldi. Shundaq Yanfon programmachiligida Java'ni ishlatgili bo'ldi. Flutter degani Google'ning chiqargan bir tili, bir nemisi Java framework bu. Flutter'da sizlar hem iPhone'lar uchun, hem Android telefonlar uchun, hozir hatto tor bekatlar uchun, tor bekatning AUX-supa uchun bu program tuzalaysizlar, Flutter degan supani qo'llanib. Bu Flutter'da Dart degan til qo'llanadi, Dart. Endi React Native degan bu bayatin biz tor bekatning AUX-supasini
işletilgan texnikalarni so'zlagan vaqtimizda bir tilga olgan React Native degan narsani. React Native Yanfone app'larini yasashga ishlatishga bo'ladi. Bu React Native degan frameworkni. React Native orqali o'xshashla iOS'ga, ya'ni iPhone'ga va Android'ga programma yozg'ili bo'ldi. Endi Swift degan shu Alma shirkatininki maxsus Almaga programma yozgan Alma uskunlarga. Alma uskunlar deganimiz masalan Mac kompyuterlarga, iPhone'larga, iPad'larga programma yozishga qo'llanilgan til Swift. Hani Kotlin deganimiz ilgirki vaqtlarda Android uskunlarga programma yozishda Java qo'llaniladi. Keyingi vaqtlarda bo'la Swift'ga yaqin bo'lgan Kotlin degan tilni tanlab Kotlinni umumlashtirdi. Hozirgi vaqtda Android programmachiligida Kotlin keng qo'llanyapti. Bu Java qaragancha oddiy, yuqori unumli bir til, o'rganish qulay. Ondan R deb bu program tilimi shu Yanfone programma yozishda qo'llaniladi ekan. Endi qiynasallik darajasi Flutter bayatın sizlarga qo'sh hem iPhone'ga hem Android'ga program yozilib bo'lgan til. Flutter'ni o'rganish ama React Native'ni o'rganishga qaragancha nisbatan oson. Ondan ama muqimlik jihatdan Flutter'ni ko'proq tavsiya qildi ekan. Shunga agar ikkisiga biraqla program tuzashni mumkin desanglar, Flutter'dan boshlasanglar oddiy tez kirishib ketalaysizlar. Ondan iPhone, iPad yoki Mac bu sistemlarga program yozishda Swift bilan Objective-C deb ikki xil tilni qo'llanishga bo'ladi. Bu ikki xil tilning ichida Swift nisbatan oson, o'rganish qulay. Shunga agar Alma mahsulotlarga program yozishni o'rgansangiz, Swift o'rgansanglar, Swift oson. Ondan Android program yozishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, Android program yozishda Kotlin eng yaxshi ko'ngildagidek tanlash. Bu naydi. Qolay Java qaraganchada Kotlin yozilgan kodlar ixcham bo'ldi. Shunga bu Yanfone texnikalarga aloqador o'sha 7 texnikani to'lib qo'ysanglar yetarli. Endi bugungi texnik tanishtirishda maqolda bu farqini biraqur tushundigan bo'ldik. Keyingi leksiyada biz endi mush sohada ishlayotgan qarindoshlarimizni taklif qilish bilan endi inchga masalan ma'lum bir leksiyada JavaScript to'g'riliq bir qarindoshimiz tafsili to'xtalishi mumkin. Yana bir Python to'g'riliq to'xtalishi mumkin. Shunday tafsiliy leksiyalar bilan bugungi to'nish to'g'an umumiy texnikalik sohalarninki inchik taraflari bilan tanishib o'tamiz. Shuning uchun endi shunday leksiyalarga vaqtdan chiqarib qatnashib bersanglar, bir mezgildan keyin bu soha to'g'riliq o'zingizda bir yo'nalish tiklashga foydasi bo'lishi mumkin. Leksiyani shu yerda oxirlashtirib, endi leksiya mazmuni to'g'riliq so'raydigan savollarim bo'lsa, so'rasanglar.